11% Cumhuriyet Damalarının 88 kilometre, yani 17% bugün kimlikleri tanı talep holatda eski 30 yıl, 50 yıl bo'lgan tarmoq huquqlarimiz. Tumandagi jami 60 ta muftirlarning 202 ming nafari aholisining 188 ming nafar yoki 94,7% markazlashgan ichimlik suvi ta'minoti bilan ta'minlangan. Qolgan 14 mingga yaqin aholimiz tumandagi alternativ tumanlardan ichimlik suvidan foydalanadi. Ya'ni qo'shni mahallalardan tarkibida uyali sanatoriylardan foydalanib kelishyapti. Tuman aholisining 8,1 nafari yoki 4% bugungi kunda oqova suv, ya'ni kanalizatsiya xizmatidan foydalanib keladi. Tumandagi 60 ta mahallalardan 19 ta bugungi kunda 24 soat ichimlik suv bilan ta'minlangan. Bu endi mana Xonobod, Andijon, Xonobod liniyasini yonidagi mahallalarga to'g'ri keladi. Qolganlari ichimlik suvlariga energiya nasos orqali yetib bergani uchun grafik asosida ta'minotini yaxshilash maqsadida qo'shimcha 4 dona yangi ichimlik suvi qurish, ular Qo'shtepa, Qorayondoq, Qo'rqi hamda avtomobillar. 2 dona mavjud suv rekonstruksiya qilish, ya'ni ta'mirlash hamda buyurtmalar hamda 21 kilometr ichimlik suv ta'minoti. Bundan tashqari tuman hokimi hamda sektor rahbarlari tomonidan yuritilgan fuqarolar sayyor qabullariga kelib tushgan murojaatlar asosan tuman mahalliy byudjeti daromadlaridan orttirib bajarilgan mablag'lar hisobidan tuman aholisining hududlarda ishlab chiqarish va infratuzilmasini yaxshilash maqsadida keng ko'lamli ishlar olib borilgan. Jumladan tumandagi ichimlik suv ta'minoti og'ir va yetib olmagan hududlarda aholini ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida mahalliy byudjet mablag'lari hisobida bu yil 2026 yilda o'zida kungacha 11,5 kilometrga yaqin yangi ichimlik tarmoqlar olib kelindi, tarqatilyapti. Mahallalar ko'p mahallalar olyapti. Yangi chekka chiqqan, tarmoq tortilmay qolgan, ashali mahallada yashaydigan fuqarolardan kengashib birga bo'lib, ular Samsunga yo Sarakasiga yordam qilyapti. Hokimiyat tuzilmasini kelib, buni beradi. Aslan xuddi shuningdek tumandagi ichimlik suv ta'minoti nasos qurilmasi orqali ishlab chiqarilgan 47 ta mahallalarda ta'mirtalab holatga kelib qolgan nasoslarning 21 ta shundan 11 dona tuman hokimiyati tomonidan 10 ta viloyat suv ta'minoti tomonidan berilib yangisiga alishtirildi. Mana ichimlik suvini o'zini suv olmayotgan nasoslar alishtirildi. Endi sizni tizimdan xabarlangan hududlarga murojaatligingizda demak ko'lamning qalashib yotibdi. Ham sezgan. Lekin odam fikri shunaqa ekan, uchinchi ko'p qo'yganligi aylanyapti-yu bu deb turib dal yo'q ekan. Shunga targ'ibot qilyapti, uni qilamiz. Savollar ko'radigan kerak. Hozir ashuni sizlardan bir iltimos qilmoqchi edim. Tuman kengash tomonidan viloyat kengashi iltimos. Hokimamiz Rafiq Ko'chlarga mana tumanda 8 ta mahalla bor. Eng dolzarb muammolar. Dostonobod, Madaniyat, Olmazor, Uzunko'cha birlashgan Yuzning ittifoq Jalaquduq mufti. Jalaquduq tuman 5 ta mufti. Hammasi 2022 dan 23